Короче, arkadaşlar biz Bursa Texnik Üniversitesi'ne geldik. Va hozir men sizlarga bitta zo'r manzarani ko'rsataman. Вот, qaranglar, har kuni xullas kelam anaqa asabiy shunaqa joydan o'tar ekanman. Bitta tog'lar ko'rinib turibdi. Bu esa yangi qurilayotgan yotoqxona ekan. Yurt yerdan o'tishdi. Videoga olibman. Rost shashlatdik. Hozir anaqa kiramiz, menimcha binoga kiramiz. Ko'ringlar. Bursa o'zi shunaqa hamma yerimda tog'li anaqa bilan o'ralgan. Bizda ham ko'rinib turadi, lekin bu darajada yaqin ko'rinmaydi. Bursa shunaqa ekan. Mana masaga bloklar. Nom bloku deb yozib qo'yibdi. Bu yerda biz qayerdan bilamiz qaysi fakultet degan ajoyib. Biz universitetda har qalay fakultet qilib yozib qo'ygan edi. Tamam, aylanib turaylik, hozir chiqib qoladi. Kichkinada. Dedim. Keldik, mana xona bizni kutib olayotgan qiz. Bu yer nima? Muhandislik va davo bilimlar fakültesi ekan. Bosh tugamadimi ish qilib? Anaqa topsa bayroq. Yo'q, tugadimi? Xalas, ketdik. Qayerdan kiramiz? Mana shu narabdan fakultetdami? Mashdan kiramiz ekan. Xudo xohlasa davo bilimlari ku. Mana yozib qo'yishdi. Ha, bu yer eng chiroyli joylar. Odam yo'q-ku. Kampus sadece. Şimdi haqiqiy nima deydi? Haqiqiy. Mashdan piyoda chiqasizlarmi? Blog uchun. Ha. Tomer qo'yadi ekan. Qaranglar, anaqalari yangi ekan. Chunki o'zi bu yangi universitet. Tomer sinflarimi bu? Ayo, bu lecturer shekilli. Tomer. Türkçe öğretim ve uygulama araştırma merkezi. Türkiye haritası. Bu yerda Da dünyadaki yapalım. Biz Karachi Bursa Manaviyat'tayız. Ve biz Ulubatı Gölbası Manaviyat'ta yaşayımız. Bu hazır bu kestirdi. Bu sırada haneler. Bu Tomer'de haneler ekan. Necha kichkina bu? Bizga katta. bu bizning bivshiy xonamiz. Va men mana yerda o'tiraman. Yangi ekan xonalar, ha. Hali bir o'qiging kelar ekan, bu dunyoda xaritasi ekan. Va biz buradayız. Gerçekten mi? Wow! Nimadirlar bor ekan? Bu yerda darsxona, bitta direktorda xonasi bor, bitta o'qituvchilar xonasi bor. Yiyecek ve içecekler girmeyin deb qo'ydim. Men vashi har doim yeyecek bilan. Biz ham xuddi shunaqalar bor shu insonlarda. Videoga olsa yaxshi ekan, svetlarilar yaxshi ekan. Ha, men ham shuni aytmoqchi edim. Bu to'g'rida yashagan diyor. Biz universitetimiz aytib bering qanaqaligini. Eng önemli şey. Alfabet bizda ham bor unda. Biz universitetimizdan ajoyib, lekin bularni yosh sistemasi Yaxshi ekan. Biz universitet stress, depression. Bo'pti keyingisi. Shu o'quvchi o'zi normalda yo'q bo'ladi. Sinov vaqtida boradi. Ha, bu xos ko'plikmi? Yo'q. Hozir yo'q, odatda ko'p bo'ladi. Sinov kamchilik. Tamam, qo'ydi qaranglar tepasi anaqa ekan. Chiroyli. Bo'p chiqaylik. Xullas, mana bitta ko'rsanglar bo'ladi. Bundan keyin Biz ham bor ekanmiz. Bizni sog'inganlar bo'lsa. To'xtanglar, rasman tushib olaylik. Mana masjiddan kirasar ekan o'rinchiklariga. Turkiya, Falastin, O'zbekiston bayroqlari. Problemlarga turadi, qarang, global. Tog'da qaranglar. Chiroyli. Tog'ni ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Mana verilar ham chiroyli ekan. Ona kutubxona ekan. Tak, bizda Turkov salon, shunaqa narsalar bor. O'zingizlar o'qib olinglar xullas. Bu tarafda yemekxonaga tushib ketsa bo'ladi. Yemekxonaga tushib ketar ekan. Bu shunaqa chiroyli joy ekan. Kserokopiya, kirtasiya bor ekan. 05 hisob olamizmi? Bo'lmaydigan. Xullas shunaqa ekan. Tepasi ochiq. Gumbazli, ishlam chiroyli. Sevdim bor universitetlar. Bir narsalar ilib qo'yishibdi. U tarafda kafeteriya ham bor.
kafeteriya bor ekan. Mana shu qavatnikimi? Bu yerdan ham tushib ketsa bo'lar ekan oshxonaga. Biz tepaga yetib ketyapmiz. Bu yerdan o'rindiqlarga ham kirsa bo'lar ekan uni. Ha. Bu camimi? Yo'q. Cami deb aytdi. Ne? Hamma o'sha bo'limda Güzel. Salonga ketyapmiz. Ovozlar eshitilyapti hozirdan. Başka zo'r ekan lekin. Biznikichalik katta bo'lmasa ham, lekin chiroyli ekan. Sana. Mana sertifikatorani. Ketdikmi? Hozir shu turamiz biz. sizlar o'zlariga odatli bo'lgan joyda o'tiringlar, biz siz bilan ajralib o'tirishimiz kerak. Tamam. Burası oraya git falan. Biz oturtturayım değil mi? Biz falan yapıyoruz mu ki? Menimcha yo'q. Yanları çok almayacak. Gittik. Распаковкачек. Распаковка. Ya, yaxshi. Teşekkürler. Aferin. Teşekkürler. Teşekkürler. Eshtilab. Mezinet xatira beribman. Biz sertifikatni qilmaydi, anaqa qilmaydi. Prosta biz hali imtihonimiz tugamagan. Shuning uchun Qaranglar, chiroyli ekan biram. Universiteti sevdim. Değil mi? neydi bilan rasmga tushaylik? Neydi hozir gaplashayotgan bolasi maydani, ex-boyfriend. Bizning Kafe içesi ekan. bu odamlar, uxlayotgan odamlar. Yo'q. Nima? Uxlayotgan odamni oling deyapti. Kentincha. Odatda 2x bo'ladi. 2x değil, 1,5x. Misol uchun mana bu 50 TL, odatda 35 TL bo'ladi. O'zi ham aytdi, kentinda qimmat bo'ladi-yu. Короче, bu yerda shunaqa dars qilib, yemak yeb, bir narsa qilib o'tirsalar bo'lar ekan arkadaşlar.
Güzel. Bu yerdan qayerga chiqsa bolam? Kutubxonaga chiqib kelsak bo'ladi. Yuring, yoshga chiqaylik. Kutubxonaga ketamizmish. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda manzarasi вообще chiroyli. Sekin ketamiz biz kutubxonaga. Bu aytganimizdek, bu kichkina universitet. Biz universitetimiz bundan ham katta. Bizning universitetimiz ikkiga bo'lingan. Bu tarafda aniq fanlar, u tarafda Sosyal bilimlar. sotsial bilimlar bor. O'zbekcha nima edi? Noaniq, gumanitar fanlar. Gumanitar. Lekin chiroyli ekan kampuslarni sevdim. Misol uchun bizi anaqalarimiz eski. To'g'ri, yangi qurilayotganlari ham bor, lekin eski. Bularda anaqalarni sevdim lekin. Chunki yangi. Meni ham oyoqlarim yetmagan. Bu yerda bilmayotgan qiz hali hozir kutubxonaga kiramiz. Xudo xolisi shu bilan tugatamiz. Chunki mana bu qiz juda ham shoshilyapti. Bu tarafda qayerdadir oxirog'ida bitta yotoqxona bor. Bu yerda hozir qizlar turibdi, lekin erkaklar yotoqxonasi, Kristalka yotoqxona, qizlar yotoqxonasi. Ha. Keyin o'zgaradi. Ha. Menimcha yaxshi ishlayapti o'zi. Biz kirgizishadimi o'zi? Ha. Çıkıyoruz biz üniversiteden.